ishlarimizga keladigan bo'lsak, bularimiz yangicha dizaynda yasatilgan bo'lib, bularimiz 10 talik stol stullar. Bularimiz materialga keladigan bo'lsak, turetskiy material qo'yilib, moshi materiallar artib tozalasa bo'laveradi. Yog'ochlari MDF yog'ochdan yasatilgan bo'lib, oyoqlari ham baquvvat holatda ishlov berilgan. Xonaga keladigan bo'lsak, xona MDF yog'ochdan bo'lib, miramir fasonda ishlangan. Ustiga laklar qoplaganmiz. Suv, choy, poy to'kib olsak ham hech nima bo'lmaydi, xudo xolasa. Tumbalari ham o'zgacha xos dizaynda. Bularimiz 10 talik stol stul bo'lib, bularimiz narxi 1200 dollar. Keyingi ishimizga keladigan bo'lsak, keyingi ishimiz 12 talik stol stul bo'lib, xonamiz 120 ga 320. MDF yog'ochdan yasalgan. Tumbalari ham o'zgacha xos fasonda. Bular stolga keladigan bo'lsak, stoli 100% yong'oqdan yasalgan bo'lib, bularimiz kapalay fasonda. Materiallari moshi materiallar. Taylari ham o'zgacha xos dizaynda. MDF yog'ochlar qo'yilgan. Bularning machalkasiga keladigan bo'lsak, machalkasi 12 sm qo'yilgan. Bularimiz 12 talik stol stul bo'lib, narxi 8,5 million so'm kami bor. Keyingi ishimizga keladigan bo'lsak, xuddi shu fasonda bularimizni olib bularimiz xudo xolasa, bularni ham sifatli 100% javob beramiz inshaalloh. Bular ham taylariga oq miramir qo'yilgan bunikiga. Buni ham xonaga keladigan bo'lsa, MDF xona 320 ga 120. Bularimiz ham narxi 8,5 million so'm. Keyingi ishimizga keladigan bo'lsa, keyingi ishimiz fasoni korishniy fasonda bo'lib, bularimiz 100% yong'oq yog'ochdan yasalgan. Bular materialga keladigan bo'lsa, bunimiz material turetskiy material bo'lib, moshi material, artib tozalasa bo'laveradi. Oyoqlari 3D fasonda, gullari ham o'zgacha xos fason berib turadi. Tuymalari ham o'ziga xos chiroyli turadi. Buni orqasiga keladigan bo'lsa, orqasi pardali bo'ladi. Xonaga keladigan bo'lsa, bunimiz xona laminatdan bo'lib, bunimiz xona 320 ga 120. Tumbalari ham o'zgacha xos fason. Bularimiz 12 talik stol stul bo'lib, bularimiz narxi 8 million so'm. Keyingi ishimizga keladigan bo'lsa, shu fasonda korishniy bo'lib, materiallari o'zgacha xos fasonda. Xuddi shu fasondagi bo'lib, bunimizga oq ishlov berilgan. Bularimiz materiali turetskiy material bo'lib, bularning oyoqlari 3D fasonda. Buni xona MDF dan bo'lib, bunimiz 320 ga 120, bunimiz narxi 8,5 million so'm. Bularni hammasini xonani xon taxta qilib ishlatsak ham bo'laveradi. Bu stollarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud. Xudo xolasa kelishgan holatda yetkazib beramiz. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.